Mana shunday sochga ega bo'lishni xohlasangiz, bu videomizni ko'ring. Assalomu alaykum, Yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Sizlarda soch muammosi bo'layotgan bo'lsa, sochingiz to'kilib ketayotgan bo'lsa, aynan bugun mana shu mavzuga biz yechim bermoqchimiz. Tabiiy yechim uy sharoitida bemalol tayyorlab, sochlaringizni qalin qilib olishingiz mumkin. Mana bunday qilib sochlarni qalin qilib olish mumkin bo'ladi. Buning uchun sizlarga eng zo'r retsept beraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi qalampir munchoq. Tabiiy mana qalampir munchog'imiz. Undan keyin sedana urug'lari. Sedana urug'lari ham sochimizni juda ham yaxshi mustahkamlaydi. Shamollashlar bizga ketkazadi, ildizlarni juda ham mustahkamlab chiqaradi. Undan keyin rozmarin. Rozmarin buni hammasini giyohchilardan yoki bo'lmasa supermarketlardan topishlaringiz mumkin. Undan keyin ikkita yog'dan foydalanamiz. Kokos yog'i va zaytun yog'idan foydalanamiz. Sochlarimiz tashqi tomondan maska qilgandan tashqari biz ichki tomondan ham albatta davolanishimiz kerak. Chunki kamomatlar bor, o'ziga yarasha vitaminlar bor va biz yosharishimiz kerak. Soch, qosh, kiprik muammosida bizni yasminimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Ichki tozalanishga, yosharishga. Albatta yasminni ichib va mana shu maskadan foydalansangiz, siz kutgan natija tezroq amalga oshadi. Mana bunday banka idishini olasiz. Banka idishiga hammasidan bir choy qoshiqdan solamiz. Quruq banka idishi bo'lishi kerak. Bir choy qoshiq rozmarin, bir choy qoshiq sedana urug'i, bir choy qoshiq qalampir munchoq. Mana shular yetadi. Buni endi hammasini yaxshilab kofemolkada aralashtiramiz. Maydalaymiz. Un holatiga kelguncha maydalaymiz. Yoki sizda kofemolka bo'lmasa, unda hovoncha bor-ku, temirdan. Hovonchada maydalasangiz ham bo'ladi. Mana yaxshilab maydalab oldik. Endi bunga yog'larimizni qo'shib olamiz. Yog'larimizni 50 mg dan qo'shamiz. Mana bu kokos yog'imiz 50 mg idishda birinchi kokos yog'ini aralashtiraman. Undan keyin mana shu idishga zaytun yog'idan solaman. 50 ml bo'ladi. Ikkala yog'dan ham 50 mg dan solamiz. Solib aralashtiramiz. Kokos yog'i mana shunday rangsiz, ya'ni shaffof rangda bo'ladi. Prozrachniy. Hammasini soldik. Yaxshilab aralashtiramiz. Undan keyin zaytun yog'i qo'shamiz. Zaytun yog'ini mana shunda o'lchab olamiz, chunki bu 50 ml. Mana quyib oldim. To'kmasdan quyib oldim. Men buni epladim. To'kvoraman deb o'yladim. Buni ham aralashtiramiz. Mana zaytun yog'imiz. Juda ham zo'r niqob bo'ladi. Sochlarimizni yaltillatib, sochimiz qalinlashtirib beradi. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Butun xonaga hidi chiqib ketdi. Juda ham zo'r hidi, mazza. Xo'p. Anaqa chesnok piyoz qilgandan ko'ra bu yaxshiroqda. Chesnok piyoz ham qilib ko'rganmiz. Hamma joy mazza qilib ko'rganmiz qisqasi. Undan ko'ra mana bunda haqiqatan ham mazza qilamiz. Endi buni 2 haftaga quyosh tegmaydigan salqin, imkoni bo'lsa qorong'i shkafchangizga solib qo'yasiz. 2 haftadan keyin yog' tayyor bo'ladi. 2 haftadan keyin olib uni marlida yaxshilab siqib olasizda, bo'ldi, tayyor bo'ldi. Sochga surishga tayyor. Sochimizga qanday surtamiz? Sochimizga massaj harakatlari bilan yuvishdan oldin yaxshilab 4 tomchini surasiz. Chunki bu juda ham kuchli giyohlardan tayyorlandi. Unaqa ko'p surtish kerak emas. Bizni asablarimiz bilan ham ishlaydi, asablarimiz joyiga qo'yadi, rozmarin bor, stressga ham qarshi ishlaydi, juda ham zo'r effekt beradi. Xo'p, 4 tomchini olib sochingizni ildizlariga surtib chiqasizda, 1 soatgacha qoldirasiz. Yoki xohlasangiz kechki paytda qilib buni, chunki yog'-ku namlanib ketmaydi teri. Sochingizga surtib, ertalab yuvsangiz ham bo'ladi. Mana shunday. Imkoni boricha ko'proq turishi kerak. Kimlarga mumkin emas?
Agar sizni teringiz tagida ochiq yaralar bo'lsa, mumkin emas. Agar psoriaz bo'lsa, mumkin emas. Allergiya bo'lsa, mumkin emas. Chunki juda ham kuchli hisoblanadi. Boshqa paytda sochingiz to'kilayotgan bo'lsa, sochingiz qalinlashtirmoqchi bo'lsangiz, boshqa paytda mumkin. Haftada 3 marta qilishimiz mumkin, har 2 kunda 1 marta. Sochlaringiz qalin va chiroyli bo'ladi, jilokor bo'ladi. Har doim sizga biz go'zallik ulashishda davom etamiz. Kommentariyada o'z natijalaringizni yozishingizni unutmang. Biz sizlarning natijalaringiz bilan albatta qiziqamiz va o'z fikrlaringizni qoldiring.